Yana Isuzu ishqibozlari uchun qarang. Isuzu avtobus xudo xolisa maydaladik. Rama yechilgan holati. Polni xudo xolasa bitgan qilayotgan joylarni ko'rsatamiz. Xudo xolisa samasval bo'lish arafasida turibdi bu. Isuzuga qiziquvchilar uchun ko'rsataylik. İşte qilayotgan ishlarimizni ahvol. Hozir salarka sepib o'tganmiz o'sha yog'larini. Endi zangni salarka ololmayman bilmaymiz-ku. Lekin o'sha yog'larni, qotgan yog'larni o'tadi hozir. Qarang, yog'i qanday bo'lib ketgan. Xatoda ahvolda. Endi qaydandir oqqanda endi bu. Nasib bo'lsa yoqqan joylarni topib, hamma joyni taxlaymiz. Ramaga yorug' joyi yo'q, xudo xolasa. Butun ramasi, avtobusdan o'zi siniq rama juda kam chiqadi. Mana ahvoli, Isuzuning ahvoli. Nasib bo'lsa buni yuvilgandan keyin bitta qo'yamiz. Mana ahvollarni. Ramalarni ichini qanday. Qavat. Shibinlar ham bor. Avtobus holatiga endi nimalarni ko'rganda bu boshda cho'lga yurgan avtobus mana qarang. Ramani qarang ichini. Расширительный bachoklarni usti hali sement bo'lib ketganmi bilmayman. Qummi bo'lsa. Xudo xolasa.